To'g'ri qilib bosish kerak emas. Menga u xiyonat. Men aytaman, ko'zbo'yamachilik bo'yicha. Hozir odamlarni rozi qilishimiz kerak. Ko'kragimizga qo'limizni qo'yib xizmat qilishimiz kerak. Agar inson qadrini shiori ostida agar biz amalga oshiramiz desak. Assalomu alaykum. Hurmatli, mehribon xalqim. Hurmatli yurtimiz rahbari janob prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Mana yana men majburman. To'xtovsiz toki meni murojaatimni siz eshitib, sizga xalqqa xiyonatkorlarga chora ko'rmaguncha men to'xtolmayman. 20-fevral kuni Tanzila Norboyeva tumanimizga keldilar. Bundan bitta video oldingi videomni ham qo'yib chiqdim. Shavkat Miromonovich, mana siz aytyapsiz yuqorida. Xalqni bosib buzmas. Xalq xizmatida bo'lishimiz kerak. Xalqqa qo'limiz ko'ksimizni bo'lishimiz kerak deyapsiz. Mana shunday bemorlarga qancha yordam qilyapsiz. Alloh huzuriga borib bo'ynimiz bilan javob beramiz. Biza xalq xizmatchilari biza deyapsiz. Nima sababdan men 5 yildan beri nola qilib yig'layman. Nima uchun sizga meni murojaatlarim yetib bormaydi, janob prezidentimiz? Nima sababdan? Sababini bilolmayapman. To'g'ri, jonzotga ozor berish jinoyat. Hamma jonni Alloh yaratgan. Oddiy bitta kuchuvachchani qulog'ini kesganlarga sudgacha boryaptilar. Odam qadri, qimmati, otamning sog'ligi bitta bizga qiynalgan onalarning murojaati nima uchun yopilib ketyapti? Nima sababdan yopilib ketyapti? Men O'zbekistonga 2023-yil sizni chiqargan farmonlaringiz bilan ming rahmat. Yurtimizga keltirildik bolam bilan. Bolam mana 26-mart kuni mana shu bola 5 yil to'lib 6-yilga yetadi. Mana shu boshidan jarohat olib, shunaqa bo'lganiga 1,5 yil Rossiya davlatida qaratdik. Kelganimizga ham mana 3 yildan o'tyapti. 3 yildan beri yolinib, yolvorib, qon bo'lib ketdim. Agar bo'lmaydigan bemor bo'lganda shuncha vaqt yotib shunaqa o'zgarish bo'larmidi? Qarang mana. Tanzila Norboyeva kelgan kuni men o'z ishim bilan hokimiyat binosini yonib maktabgacha ta'lim binosining eshigini tagida o'tirgan joyimda bir yigit kelib, "Opa, bu yerda nimaga o'tiribsiz? Bu yerdan keting." Nima sababdan? Sizni kimligingizni bilaman. Men kimman? Janob prezidentimiz, men ham O'zbekiston fuqarosiman. Qo'limda pasportim bor. Jinoyatchi emasman yoki davlatdan ko'chib kelmaganman. Men ham shu yerning fuqarosiman. Men ham Alloh yaratgan bir bandaman. Ro'zai Ramazon oyida og'zim ro'zalik holatida menga sababini tushuntirmang. Qonunning qaysi bandida yozilgan? Qaysi bandida yozilgan? Hech kimga ziyoni tegmay, o'z ishi bilan hokimiyat binosini yoniga kelgan ayol kishini, erkak kishini, fuqaroni majburiy zo'rlab olib chiqib, qo'rqitib, yig'latib chiqarib yuboringlar, haydab yuboringlar degan qonunning qaysi bandida yozilgan? Bular sizni xalqqa yomon ko'rsatish emasmi? Bularni qilayotgan ishi xalqning noroziligiga sabab bo'lmayaptimi, janob prezidentimiz? Yurtimizning rahbari, eshiting meni. Iltimos qilaman. Men shu bolamni iyul oyi tosh tushib turardi har doim CD yo'lidan. Kelib men qo'rqitib, buni operatsiya qilmasa bo'lmaykan deb shu holatda Samarqandga operatsiyaga olib ketdilar, oblastnoyga. Olib borib, men aytdim, bolamni holat narkoz ko'tarolmaydi, hali bu operatsiya koma holatda, narkoz mumkin emas dedi. Qo'limdan rozilik yozib, olib kirib 20 minutda bali uxlagan ekan, shunday olib kirib, shunday olib chiqdilar. Mana shundan bir CD yo'lida problema. Tomchi CD chiqaradi, qiynalib, yitalib, mana hozir
Nima qildilar? Nimaga javob bermaydilar? Men respublika ichki ishlarga yozib berdim bularni ustidan. Yana bolamni xolodilnikka shunday yaxtay xonaga olib kirib reanimatsiyaga o'lik qilib qo'ydilar shamollab. Ana o'shandan bir bolam qiynaladi. Ko'ra bilan meditsina xabari bor shifokorlar bolamni holatini ko'ra bilan nima uchun operatsiyaga olib kirdilar? Operatsiyaga kirmasdan oldin normalni o'zi siyib tosh tiqilganda bezovta bo'ladi, tushaydi toshi. Hech kim mana yordam bera olmayapti o'sha siydi yo'liga. Hech qaysi kelib balamni jonini og'rig'ini ola olmayapti. O'zim o'sha dard bilan qiynalib ko'rdim, shunchalar azob ekan. Tosh tiqilsa azob ekan. Buni tili yo'q, gapirolmayapti-ku, qimirlolmayapti-ku. Siz yurtimizda qonun ustuvorligini qo'yibsizku, nima uchun bularga qonun ishlamayapti? Nima uchun yopib yuboryapti? Uyimga kelib, bostirib kelib, ruxsatimsiz xonadonimga 13 kishi bo'lib kelib, tuhmat videolar chiqarib, xalqqa tarqatib, yana o'chirib tashladilar. Mana yana kuni kecha menga bosim o'tkardilar. Meni majburlab olib chiqib, 3-4 kishi ichki ishlar quvib, qo'limdan telefonimni tortib olaman deb ba'zi xalq ichiga yig'lab o'tganimdan qo'yib yubordilar. Ana shundan keyin 3 kun masam bo'lmadim. Bolnitsani borib qabul bo'limini ko'rishlaringiz mumkin. Men o'zi bir balamni 5 yildan beri termilib, sog'ayish uchun kurashib kelib bir balamni yerga qo'ydim. Mana bugun balam hayot bo'lganda 27 ga kirardi. Şaşıracağım. Sen doğru kurya onunla bıraktım. Kaçılar kıymetini bıraktım yaptım. Uzbekistan halkı bana yardım biriyle yurtmaşım yaşasın. Bana çok yardım versin. Ben sonsuzlardan bir çarçadım ben. Çarçadım. Aziz boboyim siz diye hurmat qilmadilar. Siz o'z nazoratingizga oluvdingiz. Shunda ham shu menga bosim o'tib bilan. Mana jonimni qanchalar sog'indim. Mana dog'ini ko'rmaganmi bular. Sog'indim deb ishlarimga kirib tursang, qo'lim yetmas pul uzatib kirib tursang, borolmayman menga mushkul bo'lib tursang, qandoq qilay jon Ben jinoyatchiman. Bolamga shifo qidiryapman. Ko'tarib chiqishda lafchi bo'lganda yelkalab olib o'sha kuchli mutaxassislarga. Iloji yo'q, imkoni yo'q, qimirlatishdi. Qimirlatib bo'lmaydi. Hech bo'lmasa uyda menga kuchli mutaxassislar kelib shunday ko'tarish uchun yordam bersa bo'ladi. Mehribon xalqim. Hech kim bolasi bilan sinalmasin, hech kimni bolasi bo'lmasin, hech kimni bolasi bemor bo'lmasin. Kimni kuchli nevroxirurg bo'lsa, judayam kuchli mutaxassis bo'lsa, boshida davolovchi yordam beringlar, yordam beringlar, yordam beringlar. Menga nomiga kelib ketib, rasm yetishib ketayotgan doktorlar kerak emas. Kerak emas menga nomiga dori darmon yozmay bir ko'rib qaytib kelmay ketayotgan doktorlar. Mana ko'zlarini ochyapti-ku, gapirishga harakat qilyapti-ku. Alloh huzuriga borib nimadir javob berasizlar. Eshitib qo'ying, Jamshid Nurkenovich. Sizga qayta yig'lab yozyapman. Sizni farzandingiz qanday shirin bo'lsa, mani bilaman shunaqa shirin.
Nimaga eslaringizdan chiqarasizlar? Iltimos deb yalinaman, yordam beringlar. Iltimos, bola nomini qayta ko'rmadim. Nimalardir trendga chiqib ketadi. Videoni trendga yetkazinglar. Bolam sog'ayishi uchun yordam beringlar. Iltimos.